Vayner, aktyor, bloger, xullas eng zo'r tadbirkorlardan bittasi, ya'ni yosh tadbirkorlardan bittasi bizni Sariqbola Jahongirni oldiga keldi. O'zimizni prizimizni, sovg'amizni topshirgan ketdi. Assalomu alaykum. Jahongir, qizimsiz, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi aka? Xullas, biz akalar bilan Andijonda yaxshi akaxonlar bilan birga biznes ochganmiz. Ya'ni logistika temasi bo'yicha. Misol uchun siz tadbirkorsiz, qaraydigan bo'lsangiz, chunki mana kursiga bo'ladi, mana Nobel mukofotlari. Nobel mukofotlari, mana YouTubedan boshqa ba'zi ishlab chiqarishlar bor. Ya'ni Sariqbola pizza bor, Sariqbola toys bor, ya'ni kichkina bolalarning o'rtasida eng xil darajasiga chiqqan. Mana hozir pista chiqargansizlar. O'shalar misol uchun xom ashyosini deylik, agar Xitoydan olib keltirmoqchi bo'lsangiz, katta ob'yomda. O'sha logistikasi zo'r. Logistikasi yaxshi bo'ladi. Biz chiroyli narxlarda qilib beramiz. Mana sizga $100 voucherni sovg'a qilamiz. Bu nima qilaman hozir buni keyin? Mana Best Logistika murojaat qilasiz. Misol Xitoydan qanaqadir deylik, mol olib kelmoqchi bo'lsangiz, aka $100 bor. $100 bor. Lekin $100 ga ancha-muncha katta ob'yom ketadi, o'rtoqlar. Ha, yo'q-e? Ha, katta ob'yom ketadi. Ha, bo'ldi, xudo xolasa. Xullas, nima ishlab chiqarishingiz bo'lsa, yoqdan qanaqadir mahsulot olib kelmoqchi bo'lsangiz, mana shuni shundan borasiz, olib borib berasiz. Zo'r, biz o'zi noyabr boshida Xitoyga ketamiz, Vistikaga. Agar переговорlarimiz o'xshasa, keyin sizlar bilan o'zi gaplashar ekanmiz-da. Bir deganda. Xudo xolasa bo'ldi. Kimga logistika kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishaveradi. Bemalol. Любой joydan olib kelib berilaveradi. Do'stlar, mana bosinglar. Hozir tadbirkorlik mana shu avjida ketyapti, O'zbekistonda juda ham rivojlanyapti. Shuning uchun mana bosinglar. Best logistikaga omad.